Assalomu alaykum do'stlar, kun kartasini ko'raylik. Yaxshi kommentariyalar uchun, yaxshi so'zlar uchun rahmat. Sizga qaytib kelsin, yaxshilik bo'lib. Tak, odam ishlagisi kelar ekan, shunaqa yaxshi gaplashgandan keyin. Kun kartasini ko'raylik. Wow. Aytvat. Ne bo'lyapti? Voydat. Agar bugungi kunning xarakteristikasini ko'rsak, bugun siz judayam разговорчивый, общительный, разговорчивый bo'lasiz. Nima deydi? Gaplashgingiz kelib, hamma narsaga любопытный, qiziqishingiz oshganini ko'rsatasiz. Pash. Bugun nimadir yangi boshlanishlar, yangi ijod qilish mumkin, san'at bilan shug'ullanishingiz mumkin. Sinxroniya. O'zingiz bilan birlashasiz. Sinxroniya deganda o'zingizni haqiqiy ichingizdagi ijodingiz bilan birlashasiz. Men aytaman, har bir inson Allohning ijodi. Mana bugun siz o'zingizni haqiqiy ijodingiz bilan birlashasiz. Nima kutilmagan hodisa bugun hayotingizda bo'ladi. Sizni yaxshi ko'rgan erkak keladi oldingizga. O'zingizni uni oldida siz o'zingizni yaxshi tutishni harakat qilasiz bugun. U sizga bo'lgan saxiyligini ko'rsatadi, hamma hissiyotlarini ko'rsatadi. Uchinchi kartamiz bugun nima haqida? Emotsiyalaringiz. Bugungi kunda siz ravnovesiya, adaptatsiya, ravnovesiya deganda oyoqda o'zingizni yaxshi tuta bilish, adaptatsiya, yangi nimalarga, yangi любой hodisaga moslashib ketish, o'zingizni prioritetlar, sizga nima muhim, nima muhim emasligini ko'ra bilishingiz. Ko'proq muhim narsalarga e'tibor qilib, kerak emas narsalarni hayotingizdan chiqazib turib, yonga qo'yib turib, mana shunaqa qila olasiz. Pul tomonlama qanaqa perspektivangiz bor? Yaxshi ko'rgan insoningiz sizga pul olib kelib berishi mumkin bugun, chunki именно pul kartasi sizni juftingiz bilan bog'liq bo'ladi bugun. Sovg'a olib kelib berishi mumkin. Va ishxonada nima bo'ladi? Ishxonada siz qanaqadir orzularingiz amalga oshadi. Сейчас удовлетворение nima deydi o'zbekchasiga? Mamnunlik, baxt his qilasiz, утешение, o'zingizni tinchlantirasiz. Xudoga shukr, ishlarim zo'r ketyapti deb bugun. Молодец. Va eng zo'r hodisa bugun sizni asosiy hodisa deylik, eng muhim hodisa deylik, bu o'zingizni nazorat qila bilasiz, o'zingizni kuchingizni, sila воли, sможете держать sila воли. Победа, o'zingizni g'olibligingizga qarab ketasiz. Napor, bor kuchingiz bilan, bor ehtirozingiz bilan, решительный qarorlar chiqarib, короче, mana shu zo'r o'zingizni baxtingizga, g'olibingizga harakat qilasizda. Menga bugungi kun kartasi juda ham yoqdi. Amin. Hammasi yaxshilari sizga keragi bu kartadan, kun kartasidan pусть проиграется. Qolgani qog'ozda qolsin. Xayrli kun bo'lsin.